Bugun sizlar bilan Fata bichib tikamiz. Fata uchun to'g'ri Usmon tekstildan oldim. Sababi ularning mahsulotlari Turkiya va Xitoydan keladi. Videoga yaqinroq keling, hozir sizlarga qanaqa bichilishini qog'ozda ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek qog'ozni ikkiga buklab oldim. Keyin yana bitta shunaqa bukladim. Endi yaxshilab ahamiyat qilinglar, chunki bu joyida juda ham ko'pchilik xato qiladi. Buklov tomonidan emas, ochuv tomonidan, buklov tomoniga qarab buklaymiz. Uzunligi qancha olmoqchi bo'lsanglar, shunaqa qilib o'lchab olinglar. Keyin kesamiz. Kesganimizda shunaqa bir xilda dumaloq bo'lib chiqadi. Endi shuni matoda bichib olinglar. Mani vaqtim kam bo'lgani uchun shunaqangi chiroyli toshlarni tanlab oldim. Buni tikilishi oson, faqat bizga zamoklapka kerak bo'ladi. Chunki tikiladigan lentasi juda ham kichkina bo'lgani uchun zamoklapkada tikish shart. Rezultatini ko'rishdan oldin menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Senga taqdim Allohdan baxting muborak bo'lsin. Ostonasi tilodan taxting muborak bo'lsin. Senga taqdim Alloh